Assalomu alaykum, qadrli chorva qo'y ishqibozlari. Xudo xolasa bugungi videolarimizda hamma qo'yxonalarimizni iloji boricha anchadan beri video qo'yalganimiz yo'q edi. Har birini narx-navollari bilan yana bitta yangilab beramiz. Yangiliklarimiz xudo xolasa serob. Videoda oxirigacha ko'rsating. Har bir qo'yxonani 5 xonali, 3 xonali, mana bunaqangi hashaxonali to'q kataylarimiz, mana bunaqangi qo'zilarga addenli oxirlarimiz, qo'yxonalarimiz yelim pollilardan, to'q kataylarimiz yelim pollilardan va mayatda tashqaridan tuxum oladigan joylari bilan xudo xolasa shoyli holatda qilib yasaganmiz. Mana ichlarida tuxumdonlari bilan yelim polli qilib yasalgan. Xudo xolasa hammasini narxlari bilan yoritib chiroyli ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Kanaldan uzoqlashmagan holda bittadan laykni bosib tursangiz xudo xolasa har birini narxlarini bitta chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz. Qani bo'lmasa boshladik. Qadrdonlar, bo'lmasa birma-bir boshlayveramiz. Mana bunaqa yelim polli har xil turidan bor. Bo'lmasa birinchisidan boshlaydik. Mana shu tomli variantidan uzunlasiga 2,5 metrga, eni 1,5 metr holatida. Ko'ryapsizlar, uklonlarni oldiga qildirishgan, oldiga qilib berganmiz. Uklonlarni taglariga falgalarni qo'yib, mana falgalarni qo'yib, razborni yig'ilib sochiladigan holatda. Ponni yig'ilib sochiladi. Bu qo'yxonamizda ikkitadan 4 ta qo'y boqsa bo'ladigan sharoitda razborni taylari pol taxtasini ko'rsating, qalin 3 cm dan qalinroq bo'ladi. Eniga 9 cm dan 3 cmlik pol taxta. Ikkitadan 4 ta qo'y turadi. O'rtasini olib qo'ysalang, hozirgi kunda 3 millionlik qo'ylardan 6 ta hashna atrofida ketishi ham mumkin. Lekin katta qo'chqorlardan 6 millionlik atrofida qo'chqorlardan 4 ta bemalol zakonniy qilib boqsalang bo'ladi. Xo'p, shu holatda tomlari bilan navizlari bilan bitishi, xo'p 3 million 800 ming so'mga tayyor bo'ladi qadrdonlar. Undan keyingisi 1,5 metrga 1,40 holatida, bunisi yig'ilib taklanmaydi. Menga arzonrog'idan ko'rsating deganlarga mana yig'ilib taklanmaydigan holatda 2-3 ta 3 millionlik qo'ylardan 2-3 ta qo'y boqsa bo'ladigan sharoitida bularimizni narxlari qadrdonlar 1 million 400 mingga tayyor bo'lyapti. Ikki yoni orqasini rishitkalari konteyner materialidan, konteynerda profilidan ishlatilgan, korpuslari tonni turli ugoni holatida, oldida eshiklari va oldi tarafi profil 3x2 profil, oxirlari konteyner list bo'ladi. Undan keyingisi bunisini narxini aytdik, 1 million 400 ming. Undan keyingisi uzunasiga 4 metrga, endi 1,5 metr holatda. Ichini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Uzunasiga 4 metr, eniga 1,5 metrlik. Asha 3 millionlik qo'ylardan gideta bir 12 ta, 10 ta ashna atrofida boqsalang bo'ladi. Katta qo'ylardan 8 ta bemalol ketaveradi. Yig'ilib sochiladigan bu qo'yxonamiz ham har bir detali olinadi. Mana taylar bo'tkaykada, mana bo'shaydi, bo'tkaykada bo'shaydi. Pol taxtasi sasna bo'ladi. Oxirlarini ko'ryapsizlar. Uzun splashni oxir. Ikkita yonida eshigi bor. Ikki tarafdan bemalol chiqarib tushirib foydalansa bo'ladigan holatda. Bu qo'yxonalarimiz katta bo'lganiga qaramasdan 50 cmlik eshiklardan bemalol buzilgan holat, chachilgan holatda sig'ib o't ketaveradi. Narxlari shu holatda 4 million 300 mingdan tayyor bo'lyapti. Endi navbatdagisi boshida ko'rganimizni uklonni orqaga qilib yasalyapti. Hozir tomlariga ulgilmagan. Bu ham o'zimizni Farg'onaga chiqib ketadi, xudo xolasa. Farg'onaga chiqib ketadigan qo'yxona. Nariga boshida ko'rsatganim, unisi hozir Toshkentga chiqib ketdi. Mana Isuzularimiz tayyor turibdi. Hozircha video olaylik dedik. Mana unisi endi qaranglar. 1,60 qilib berganmiz. Eniga 1,60, oldidan oxirigacha 1,5 metrga 1,60lik holatida. Bu ham razborni qo'chqorxonalar yig'ilib sochiladi. Hashaydonlarigacha qilib berilgan. Bitta ahamiyat berasizlar. Hashaydonlarigacha oxirlarini mana kirib chiqadigan holatda yig'ilib sochiladi. Mana undan oxirlari zarl bo'lmaganda, hashayxonalar zarl bo'lmaganda olib qo'ysalang, o'zi holatida ham turaveradi. Ichiga hashay solib qo'yasizlar, orasidan tortib yuraveradi qo'ylar. Endi qadrdonlar, shu holatda tayyor bo'lishi 2 million 400 ming so'mdan tayyor bo'lyapti. Shu holatda 1,60 ga 1,5 metr holatda. Bundan ko'ra sal kichikroq ham bo'ladi. 1,5 ga 1,5 holatida ham chiqadi. Ulari 2 million 300 ming so'mdan chiqyapti qadrdonlar. Buni ham o'sha pol taxtalar asosini har biriga pol taxtalar shu holatda qattiqlar kesib qo'yib tayyorlab qo'yilgan. Bular keyingi zakazlarga kesib tayyorlab qo'yilgan. Qadrdonlar, mana to'q ketayimiz. Bu ham Toshkentga chiqib ketyapti. Mana bu qo'yxonamiz bilan naryoqda turib hozir ko'rsataman. Mana shu ham Toshkentga chiqib ketadi. Bitta akamiz o'zlari kelib, shatda o'zi joyidan o'zdan ko'rib, zakaz qilib ketaman deb o'zlari kelib ko'rib olib ketdilar. Keyingisi mana bitta qo'yxona, mana qo'yxona va nariga to'q keta. Shu 3 tasi bu ham Toshkentga. Buni ham agar shopirlarimiz xudo xolasa olib ketishadi,
Bu ham razborniy zborniy to'g'ri ketamiz. Hammasini tomlarni seriy shipr qilib bering deganlarga mana hammasi bitta odamga chiqib ketadiganligi uchun seriy shiprdan qilib bergan. Mana to'g'ri ketadigan usti seriy shunaqa rangli tunikadan qilib berganmiz. Uni zakasiga qarab turib, misol yashil desa, yashil, oq, menga besvetniy desa, besvetniy holatda qilib berilaveradi. Tayyorlarga balonchalari bilan xudo xolasa har birini oxiri aqa-baqa bo'ladigan, umuman mishiq, tashqaridan keladigan hayvonlardan to'siq, обязательно to'siq qilingan. Tashqari tarafdan mana tuxumdonlarni ham olinadigan qilib, tashqari tarafda bemalol foydalansa bo'ladi. Qo'ndoqqa joylar tashlab ketilgan. Nari boshidan bu boshiga bitta uzunasiga qo'ndoq tashlaysizlar, bo'ldi. 15 ta tovuqni kak palojni maza qilib boqaverasizlar. Taylarga mana falgalari berilgan. Taylarda falgalari berilgan. O'rtada mana eshigi yelin poli Lego singari yig'ilib sochiladi. Zajimlab qo'yilgan, sochilib ketmasligi uchun. Buni olib ketishayotgani uchun zajimlab, aslida bu zajimlamaydi. Shu holat tayyor bo'ladi. Qadrdonlar mana tayyor balonlari, tuxumdonlari hamma yo'g'i bilan komplekt asosida 3 million 200 mingga tayyor bo'lyapti. Shu holatda tayyor bo'lishi. Endi bu qo'yxonamizga keladigan bo'lsak, yelin poli bu qo'yxonaniki qalarroq qo'ylarga moslashtirilganidan bo'ladi. Bitta ko'p joyda chiqadi. Lego singari mana olinaveradi. Magnetlardan ajib ugonniy bor, tayyor ugonniy bor. Shunga tilla o'zini tilla kirib qolgan. Mana qisalan chiqadi. O'zini holatiga tushib qo'yadi. Bu ancha baquvvat bo'ladi, men bo'laman. Bemalol ishonch hosil qilib foydalansa bo'ladi. Tomlari, taylariga falgalari berilgan, обязательно. Yig'ilib sochiladi. Bir dona buni bir donasi misol 150 ming so'm chiqayotgan bo'lsa, to'g'ri ketadiki 50 ming so'm. Farq ancha. Sababi bu narsa Xitoydan keladi. Bu ham bitta odam olib kelyapti, xolos. Hozir o'zimizdan ishlab chiqarish boshlanganda ancha mana tushib qolsa kerak narxlar. Endi shu holatda tomlari bilan bitishi qadrdonlar 3 million 200 mingga tomlari bilan, tomsiz bo'ladigan bo'lsa 2 million 800 mingga yelin polli. Agar mana shu yelin pollida o'rniga taxta polli bo'ladigan bo'lsa 2 million 100 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Mana shu 2 xonali varianti. Hozirgi kunda bitta yosh qo'zini yarim pulida, misol bitta o'ylab ko'rsalar, yarim puliga tayyor bo'ladi. Endi hozir 6 oylik, 5 oylik, 6 oylik qo'zlar ko'ryapmiz. 4 million, 4,5 milliondan sotilyapti ekan. Bitta yarim puliga bitta olib qo'yib, ikkita qo'zini tashlab qo'ysa bemalol katta bo'lguncha mazza qilib zakonniy boqsa bo'ladigan holatda. Narxini aytdik, 3 million 200 mingga. Ma'lumimiz ham oldin olgan, Toshkentlik akamiz olgan, Yangi yo'lga olishgan. Hozir yana bitta zakaz qildilar. O'sha bu ham yer qo'rini, yerda turadigan qo'yxonalarni oldi tarafga qo'yib qo'yiladi. Bu yoqdan qo'ylar keladi. Oxirlari suriladigan bo'lgan oxirlari. Bitta qo'ldaligimiz ozmoz qiynalyapti. Oxirlari suriladigan bo'lgan, men aytgan yemini tashlab qo'yiladi. Qo'ylar bu yoqdan kelib yeydi. 8 ta qo'yga. Bu taraf orqa tarafi. Orqa tarafdan shu bu yoqdan sizlar kelib hashaylarni yo boshqa narsalarni, mahsulotlarni bersalar ham bo'ladi. Qo'ylarda oldi tarafini ham qo'ylarni oldi to'siladi, ham oxir vazifasini bajaraveradi. Ham hashaylarni sochilmasdan to'kilgani ham shu oxirini o'ziga tushadi. Shu holatda 1 million 100 mingga tayyor bo'lyapti. Qadrdonlar, endi qo'yxonalarimizni to'q katayi tayyor bo'lgani bu jo'jalarga olyaptilar hozir. Jo'jalarnikini ham mana oxirlarini aqa-baqa surma kirib chiqadigan holatda zakonniy qilib, setkalari ham borku. Ancha-muncha hech narsa bo'lmaydigan setka, 1.2 lik qalinligi. 2 ga 1 setka bo'ladi. Bu ham to'q katayimiz yig'ilib sochilmaydi. Uzunasiga 1,5 metr, eniga 1 metr, balandligi ham 1 metr. Bu to'q katayimiz tayyor bo'lish narxlari 750 ming so'mga tayyor bo'lyapti hozirgi kunda. Shu holatda tayyor bo'lishi. 8 ta to'q ketaveradi, katta to'qlardan 8 ta ketaveradi. Endi navbatdagi qo'yxonamiz, boshida ko'rsatgan 2 xonali qo'yxonamizni 4 xonali varianti. Razmerlar bilan tanishtiradigan bo'lsak, uzunasiga 3.20, eniga 1.20. Yo'q, eniga 1,5 metr, uzunasiga 3.20. 1,5 metrga 3.20 lik holatda, oralari 80 santimetrdan 4 ta kletkaga bo'lingan. Bu ham razborniy ko'rayotgan bo'lsalar, neobычный chiqqan, xudo xolasa. Mana oxirlari hammasi olinadi, suriladi, kirib chiqaveradi. Bemalol foydalansalar ham bo'ladi. 4 ta qo'chqordi. 2 ta qo'chqor mana bu yerdan suv ichadi. Yana ikkitasi bu yoqdan suv ichadi. Yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Qadrdonlar, bularning narxi
misol 4 million 400 ming so'mdan shular chiqyapti. Nariginisi aytdik 2 million 400 mingga unisi, bunisi 4 million 400 mingga. Mana agar oddiy oxirli bo'ladigan bo'lsa, narxi ancha arzonroq chiqadi. Shu holatda demak aytdik 4 million 400 mingga tayyor bo'lyapti. Endi 3 xonali menga konteyner oxirligidan o'zimizni konteyner oxirligi baquvvatidan yaxshisidan mo'shchisidan qilib beriladiganligi mana konteyner oxirli, har biri eshigi ochiladi, 3 ta kletka, razborka, zborka yig'ilib sochiladi. Hamma qulayliklari bor. Poltaxtasi saslar har biri qalinligi qalin bo'ladi. Faqat oldi tarafida ajida xolos, farqi oldida oxirida xolos. Lekin bu oxir ancha qalin bo'ladi. Unga nisbatan to'g'risini aytib qo'yishga qalin, ancha 1.8 lik stenasi 1.8 lik oxir bo'ladi, o'rta periodga olinadi. 3 ta qo'chqorga yig'ilib sochiladi. Qisqasi, narxi 3 million 100 mingga tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa, telefon qilsalar, bemalol pastda raqamlar qoldirib aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Keyingisi mana 5 xonali, alohida mana 5 ta qo'chqor boqaman birdaniga deganlar, mana uzunasini ham ko'ryapsizlar, ancha uzun. Uzunasiga 380, eniga 1,5 metrlik holatda, bu ham razborka, zborka. Qisqasi hamma iloji boricha razborka, zborka qilinyapti. Ko'p sababi ko'p ketayotgani voha, vodiy, uzoq joylarga ketyapti. Taklab jo'natish ham oson, xohlagan paytda egasiga borgandan keyin ham o'ziga ham misol har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin. Boqmagan paytda yig'ishtirib olib qo'yaman, bo'lmasa boqayotgan paytimda tiklab olaman deganlarga qulay variantida. Narxlari shu holatda tayyor bo'lishi 4 million 900 mingga tayyor bo'ladi. Qadrdonlar, mana 5 xonali alohida xonali o'rtalarni olib qo'ysalar, bemalol 8 ta 10 ta qo'y yuraveradi. Mana o'sha poli qatirilmagan holati, lagalar обязательно bo'ladi. Lagasi qo'yiladi, o'rtasiga barqligilar ishlamasligi mumkin. Lagalari, ugoninglar, hamma kashfalari berib ketilgan. Naryoqda boshida ko'rsatdim. 4 metrli varianti. 4 million 300 ming chiqayotgan variantlarni. Qadrdonlar bo'lmasa, video manfaatli topgan bo'lsalar, yaqin jigarlarga tashlab qo'yasizlar. Chorva, qo'y ishqibozlari bor. Shularga tashlab qo'ysalar, xudo xolasa, kimgadir manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Demak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.